qadrli ustozlar, hurmatli ota-onalar, xush kelibsiz. 1-F sinf o'quvchilarining savodxonlik bayram dasturiga. Avvalo, ta'limga berilayotgan yuksak e'tibor uchun muhtaram yurtboshimizga, mana shunday zamonaviy maktablarda ta'lim berishimiz uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berayotgan aziz maktabimiz rahbariga, mana shu tadbirni yanada chiroyli o'tishi uchun har bir taklifimizni qo'llab-quvvatlab kelgan siz aziz ota-onalarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu chamaning bunchasiman, ishonganing ertasiman, yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman, yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman. Guli esa ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Guli esa ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi seni, farzandlaring O'zbekiston. Imonimiz butun vatan, ishonaver onajonim, xizmatingga doim tayyor, farzandlaring O'zbekiston. Ona diyorim, sen mehribonim, Ala o'qib ulg'ayamiz, ishonchingni biz oqlaymiz, mehnat bilan jamol topib, vatan seni ardoqlaymiz. Har nafasda, har qadamda yurtimiz tinchmiz, yurtboshimizni boshlari omon bo'lsin, xalqimiz siz aziz bolajonlar sog', tinch, sog'lom bo'ling. Sizni katta bo'lganingizda men bobo-bobolarni tanimay qolaylik. Chunki siz televizorlardan chiqqan vaqtingizdagina mana 20-chi maktabga o'qiganman deganingizdagina tanib qolaylik. Shunchalik zo'r, kuchli bo'lingki,